hayotimiz, umrimiz davomida bizga hamrohlik qilguvchi beminnat bir do'st bor. Uni mo'jiza deya e'tirof etishadi. Haqiqatdan ham kitob mo'jiza. Haqiqatdan ham u eng yaxshi do'st. Uning bag'ridagi satrlar bizga hayotda qanday yashashni o'rgatadi. Sevishni, yaxshi ko'rishni, e'zozlashni ham uning satrlari bizga taqdim etadi. Kitob hech kimni aro yo'lda qoldirmaydi, hech kimga pand bermaydi. Toshkent oqshomlari ko'rsatuvi yana siz bilan birgamiz. Tomosha qilayotganingiz Toshkent oqshomlari ko'rsatuvi. Demak, bugungi mehmonimiz xalqimizning sevimli shoiri, tajribali jurnalist Abdunab aka Bo'lg'uziyev bo'ladilar. Assalomu alaykum Abdunab aka. Xush kelibsiz. Albatta, sizni she'rlaringizni va albatta maqolalaringizni o'qib katta bo'lganmizda bolaligimizdan. Shu hayotiy bir tajribangizga tayangan holda bugun yaxshi suhbatni tomoshabinlarga taqdim etish niyatidamiz. Birinchi savolim an'anaviy savol bo'ladi. O'sha Toshkent oqshomlari ijodkorlar nazarida, nigohida boshqacha gavdalanadi, boshqacha bir e'tiroflarga sazovor bo'ladi. Bu savolingizni boshqa ishtirokchilarga ham ko'piga berasiz, lekin hamma baribir jon deb javob beradi. Yoqimli savol shu. Har bir xil gaplar bo'ladi, necha marta takrorlasang jonga tegmaydi, lekin savollaringiz ichida shu Toshkent oqshomlari degan bir kalima deymizmi, kalom deymizmi, lekin shu jumla endi ikkita so'zdan iborat jumla odamga baribir yoqimli. Men endi o'zingiz xabaringiz bo'lsa kerak, qishloq bolasiman. Andijonda tug'ilganmiz. Endi qishloqda bolasimizku, lekin nima topgan bo'lsak, nimaga erishgan bo'lsak, shu Abdunabi Boyqo'ziyev degan ijodkor deymizmi, jurnalist deymizmi, nimaga erishgan bo'lsak, Toshkent sharofati. Toshkent tufayli. Toshkentni oqshomlaridek go'zal oqshom men boshqa shaharlarda topmadim. Shu boshqa mamlakatlarda desam, qishlog'imizga borgandan keyin ham shu o'zimizni qishlog'imizni oqshomlarini ham sog'inaman. Buni endi juda bir boshqacha bir hayajonli nimalari bor, lekin ana shu holatlarda ham shu Toshkentda oqshomlari baribir sog'intirib qo'yadi. Endi kim biladi, bu shunchalik bir qadrdon bo'lib ketgani. Men endi o'zimni shu shaharda shu shaharsiz tasavvur qila olmaydigan holatga kelar ekanda. Men endi 40 yil bo'ldi mana kelganimga mana shu shaharga. Ba'zi aytamanda ketsammi, ketvarsammi, quchog'ingga Andijon shunchalar ketdimmi, yiroq 40 yil bo'libdi qishloqdan chiqqanimga. Hanuz qishlog'imdan chiqa olganim yo'q deb yozamiz. Lekin baribir Toshkentning oqshomlariga orziqa uramiz, shoshilamiz, intilaveramiz. Albatta, menimcha o'sha oqshomlarga umuman Toshkentga atagan satrlaringiz bor. Toshkentga atalgan ko'p satrlarim bor. Bir yo'lim poytaxt degan she'rim bor. Agar ijozat qilsangiz shuni o'qib beraman. Ketdim Andijonni jonimga joylab, o'pkamni to'ldirib havolaridan. Xotiralar qoldi qishloqni poylab, rashkim bir qizning ibolarida. Bag'rimda ulg'aygan armonlar meni olib ketdi. Bolalik tugadi, bitdi. Ichimdagi dumbul qishloqim menim ortimdan yugurdi, chopdi, qolib ketdi. Kibrlarim o'ldi musofirlikda, kibrlarim o'ldi musofirlikda. Musofirlik meni kiborlar qildi. Borlikka bor edim, ushbu borlikda borligimni borday borlar qilding. Rahmat shosh, qattiq qo'l, mehribon go'sha. Tonmayman bag'ringda kamolga yetdim. Hammasini topdim, baxtimdan boshqa uni bir qishloqqa oldida ketdi. Domla, aynan she'rni kuchi menimcha o'sha butun bir hayajonlarni, butun bir dardlarni o'zini bag'riga singdira olganda bo'lsa kerak-da. Ana o'sha sehr, ana o'sha mehrga qanday boriladi? Baribir endi yurak orqali boriladi. Men nazarimda yurak.
har qanday yozilayotgan narsa yurakdan kelayotgan bo'lsa, u qaysidir qalblarga boradi, yetib boradi men nazarimda. Do'stim shoir Muhammad Yusuf aytadi, she'rni yozib bo'lgandan keyin sulayib qolaman degan. Shu abdunabi qondan binoga kelsa kerak she'r. Bilasizmi, she'rning bir formulasi yo'q-da. Ko'pchilik aytadi, she'r unday yoziladi, she'r bunday yoziladi deydi. Men ko'p o'rtoqlarim mana biri sarbastda yozsa, biri g'azal janrida ijod qiladi, biri mana yangi zamonaviy janrlar chiqib ketdi. Bularning formulasini adabiyot hali yaratib bermagan men nazarimda. Hamma o'z holicha o'sha yurakka intilyapti men nazarimda. Ijodda hammasi ham haligi chin dildan chiqarilib chiqqan narsa bo'lsa, u dilga yetib boradi-da. Bilmadim endi. Men she'r bunday qilib yozsang yurakka yetib boradi, yo bo'lmasam o'shani sehrini tuyadi deb ayta olmayman men. Shuncha mana 50 yilga yaqin ijod qilyapman, lekin buni nima ekanligini hali anglab yetmadim. Ehtimol bu meni kamchiligimmi, bilmadim. 50 yildan buyon o'sha sehrini hali anglab yetmadim deyapsiz-da, sirrini, sinoatini. Nimasi maftun qilgan edi? Adabiyotni, she'riyatni. Adabiyot baribir go'zallikda. Endi o'zi hamma narsa go'zallik. Bu dunyoda go'zalmas narsaning o'zi yo'q. Insonlar nimaga qarasang ham undan go'zallik izlasang topasan-da. Endi ana shu topgan go'zalligingni go'zal ifoda qilib bersang, endi bu adabiyot bo'ladi men nazarimda. Ijod bo'ladi. Uni hamma ko'radi shu bir obyektni, bir borliqda. Lekin uni ijodkor nazari bilan ko'rish ham boshqa-da. Masalan, rassomlarga Akmal aka Nurni suratlarini tomosha qilayotganda, ko'rayotganda bir shunday bir ko'p nimalar o'tadi-da, qanday qilib shuni erishar ekan deb o'zimga o'zim savol beraman-da ichimda. Lekin she'r yozayotgan odamga ham shunday qaraydi men nazarimda odamlar. Faqat endi uni go'zallikni kashf qilinsa, bu endi yangilik bo'ladi, bu adabiyot bo'ladi, bu ijod bo'ladi. Men nazarimda go'zallik kashf qilinmagan joyda u hayajon ham yo'q, boshqa hammasi. Demak, o'sha adabiyotdagi go'zallik sizni o'ziga maftun qilgan. Ijodkorga o'sha qishloqni yuragi, shaharni shijoati kerak degan bir fikrni eshitganman-da. Umuman mana shu mulohazalarga sizning munosabatingiz? Meni eng yaxshi ko'rgan yana bu savollarimdan biri shu. Qishloqda tug'ilganim uchunmi, shu nima yozsam baribir qishloqqa borib taqalib qolaveradi. Qishloq ehtiroslari, qishloq xotiralari, bolalik deymizmi, shu qishloq manzaralari, qishloqda endi yulduzlar ham ko'proq ko'rinadi-da shaharda. Lekin ana shu tuyg'ularni shaharda o'ziga xos bir nimasini deymiz ekan endi. Ehtirosini, hayajonini deymizmi, bir yana nimalardir shu qo'shiq, qishloqni sog'inchlarini shaharda hayajonlari bilan qorishtirsangiz, baribir bir boshqacha narsa chiqadi-da. Odamlar faqat endi qishloqda xotiralari bilan yuraversangiz ham bo'lmaydi. Shaharda o'zidagi tuyg'ular bilan ham o'sha to'laqonli bir narsa qila olmasligim mumkin. Lekin o'sha ikkalasini bir qorishgan joyida, qo'shilgan bir joyida bir narsalar chiqaraman men o'zim. Bir odamlarga bir ma'qul bo'ladigan. Ko'pincha o'sha qishloqlarga chiqqanimda yo mana shahardagi uchrashuvlarda odamlarga o'sha ikkita tuyg'u qo'shilgan bir ijod namunalaridan o'qiganimizda odamlarda hayajonlanayotganini, shu ma'qul bo'layotganini his qilib turasan-da. Shu baribir yaxshi savol berdingiz. Demak, o'sha qishloq bilan shahar tuyg'ulari, kechinmalari bir-birini to'ldiradi. Albatta. Va o'sha qishloq haqida gap ketganda beixtiyor odam bolaligini eslaydi-da.
o'sha sizni hayotingizga bir umrga muhrlangan bolalikdan qanday bir esdaliklar qolgan? Albatta, bunday esdaliklar ko'p bo'ladi, lekin o'sha esda qolgani baribir boshqachada. Muhrlanib qolgan narsalar ko'p, Sevda opa. Bolalikdan. Endi ularni hammasini ham eslashga hozir endi albatta vaqtim yo'q-ku. Bolaligimda bizni maktabimizda kutubxona yo'q edi. Va uyimizda darslikdan boshqa kitoblar ham yo'q edi-da. Endi otamiz oddiy dehqon, onamiz ham endi dalada ishlaydilar. Ko'p bolalik oila. Bizga endi ust-bosh olib bersa, qornimizni to'ydirsa ham bir katta gap. Biz ham shunga minnatdor rozimiz. Endi shunday sharoitda bizga endi kitob olib bering deb xarxasha qilish ham endi baribir o'zingga nima qila olmaysan-da shuni. Shu kitob ko'rsam, kitob o'qigim keladi, lekin rayon markazi uzoq, kutubxona uzoqda endi. Qayerga borsam kitobga ko'zim tushsa, yuragim bir ezilaveradi. Shu kitob qanaqa kitob ekan, shuni bir ko'raman, olaman. Bir kuni mahallamizda Dehqonboy bor degan odam bo'lardilar. U kishining uyiga ko'pchilik mehmonxona qilib qo'ygandi. Shu yerda yig'ilishar mahallamiz odamlari. Shu yerga kelishib odamlar kitob mutolaa qilishar ekanda endi. Shuni bilib qoldimda bir kuni bordim. Endi kunduzi bo'lmaydi, hamma ishda bo'ladi. Kechqurun keladi endi. Qarasam bir kitob turibdi. Hech kim yo'q, endi qishloqda hovli, hayot ochiq turaveradi. Lekin hali kitobni endi olib keta qol deb turib yuragim shu. Hali kitobni olib ket deydi. Olib ketsam nima bo'ladi? O'g'irlik bo'ladi-yu deyman. Ketdim. Lekin ertasiga qaytib keldim. O'sha kitobni o'g'irlab olib chiqib ketdim. Hozir mana endi bolalik xotirasida bu. Endi u kitobni o'qidim, maza qildim, lekin ana shuni kitobni o'g'irlab olganim azobi hali bir nimamdan ketmaydi. Bolalik xotiralarimda shu menda juda yuragimda nima bo'lib qolgan. Ehtimol endi uni kim birov ortiqcha ayblamagandir, lekin hali ham o'zimni shu bir gunohkordek his qilaman-da shu kitobni o'g'irlaganimdan. Aytmaganman shu vaqtgacha, mana endi birinchi bugun shuni aytdim. Hech kimga aytmaganman. Bu qaysidir ma'noda iqror-deng. Iqror. Domla, shu she'riyatda to'rtliklar bor, uchliklar bor, fardlar bor. Masalan, muhammas, musaddas degan bir yo'nalishlar bor-da mumtoz adabiyotimizda. Hozir sizning ijodingizda yangi bir yo'nalishni ko'ryapman-da. Beshnavolar haqida so'ramoqchiman. Haqiqatan ham 5 ta so'zdan iborat yaxlit bir fikr, adashmasam. Yoshligimdan bir 20-30 yillardan beri shu 5 ta qisqa bir narsalar yozib yurardim endi. Yozib qo'yaverardim. Buni bir qator qilib yozdim. Yozib yurardim. Keyin uni shu satrga o'xshatsam-chi, bitta so'z, bitta satr bo'lsa. Yaponlarda endi uchlik, haligi siz aytgandek uchliklar bor. 5 ta qatordan hakku, takib, tanka degan nimalari bor-da, endi yo'nalishlari bor. Biz endi shu men ham bir fikrimni shu qisqa bir lo'nda, ixcham va tushunarli, odamlarga tez yetib boradigan, lekin ozgina o'sha tag zamini ham bo'lish kerak-da endi shu aytayotgan fikringda. 5 ta so'zdan iborat bo'lsa ham, uni tagida qanaqadir dardi, o'zini bir adabiyotga daxldor bir jihatlari bo'lish kerak deb yozib yurardim. Endi yoshligimdan uni hech kimga ko'rsatmagandim. Va 5-6 yil burun gazetalarga olib bordim. Qani nima bo'lar ekan? Tafakkur jurnaliga bir kuni Erkin akaga olib bordim. Erkin aka bir mana narsa qilib yurardim, bir ko'rasizmi desam, atashab ketdi dedi, bir ko'ray dedi. Keyin 2 kundan keyin telefon qildi, telefon qilsam, suratingni olib kel dedi, biz uni nomerga qo'yapmiz hozir dedi. Suratimni uchib qo'nib olib borib berdim, bir 15-20 kundan keyin jurnal chiqayotgan ekan qarang. Shunaqa bo'lib
Erkin akani Erkin A'zamni nimasi bilan mana shu nima matbuot yuzini ko'rib qoldi. Shu kunlarda Jabor Razaq ustozimiz Jabor Razaq ham borgandim, u ham u jurnaldan ham oldin bo'ldi. Shuning dedi bir kitob qilib beray senga dedilar. Keyin yig'ib ana qo'lingizda turgan o'sha kitobni Jabor Razaq ustozimiz o'zi yonidan menga bir sovg'a qilib, sharofati bilan bir kitob ham meniga kelib qoldi. Buni endi bu she'r ehtimol yangilik emasdir, lekin o'zbek adabiyotida juda kam uchraydigan ko'rinish. Bitta so'zini olib qo'ysangiz ma'no ketib qoladi. Ortiqcha bir so'zni ham hojati yo'q. Ortiqcha so'z endi shu 5 ta so'zda ifodalash kerak-da. Ham har qancha fikr bo'lsa, qancha fikring og'ir bo'lsa ham shu 5 taga sig'dirishing kerak-da. Mashaqqati shunda uni. Ba'zi so'zlar so'z emas, u ohang. Ohangdan ham juda foydalanish mumkin bu janrda. Lekin o'tirib buni kitob bilan dardlashadigan odam o'qisa bir nimalardir kashf qilishi mumkindir ehtimol. Albatta, hamma o'zining dunyoqarashidagi tarozida tortadi. Albatta. Balki bu hazil bilan aytilgandir-ku, eshitganim borda, shoirlar shoirlarni tan olavermaydi. Siz tan olgan shoirlar, siz tan bergan shoirlar, siz satrlarni qayta o'qiydigan shoirlar haqida so'ramoqchiman. Endi men shoir tan bergan shoirlar o'zbek adabiyotida juda ko'p. Zamonaviy shoirlarning ichida ham juda ko'p. O'rtoqlarimiz juda ko'piga men tan beraman. O'zimni mana tengdoshlarimdan Yahyo tog'a, o Bahrom Ro'zi Muhammad, Sirojiddin Said, Tursun Ali ko'p endi men o'qiydigan, jon deb o'qiydigan shoirlar baribir shu kunda ham ko'p. Yoshlar bor, bir qator yoshlar maza qilib o'qiydigan yosh shoirlar bor. Endi ularni hozir nomini hammasini ham yodlay olmayman. Lekin baribir o'zbek adabiyoti juda katta she'riyat, katta she'riyat. Har qanday she'riyat bilan bo'ylasha oladigan she'riyat. Endi tan olmasligiga keladigan bo'lsak, men nazarimda yo'q. Buni endi bu savol men nazarimda unchalik nima bo'lmadi. Bilmadim endi. Men Bu hazilga yaqinroq demoqchisizda. Yo'q, hazil yo'q bu yerda. U garchani u sen tan olasanmi, olmaysanmi, she'ri yaxshi bo'lsa, yaxshi yozayotgan bo'lsa, uni e'tirof qilish kerak. Bu juda qattiq mehnat. Men hurmat bilan qaragan bo'lardim she'r yozayotgan odamga. Albatta, u haqiqiy she'r yozayotgan bo'lsa-da. Endi lekin oldi qoshda yozayotgan shoirlar ham ko'p. Endi ular haqida gap ketayotgan men nazarimda. Agar haqiqiy zo'r shoirlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, tan beraverish kerak. Bundan biz hech nima bo'lib qolmaymiz. Adabiyotimiz yutadi. Uni tan bermaganimizdan u ham hech narsa yutkazib qolmaydi. Men tan bermasam talantga o'zim yutkazaman. She'riyatga, o'zbek she'riyatiga kirib kelayotgan yoshlarning qadamini qanday baholaysiz? Sevdo, shu modern yo'nalishida yozadigan yoshlar keldida. Biz endi bir o'rta bir yo'nalishda ijod qiladigan shoir deb bilaman o'zimni. Lekin ana shularni olamiga ham kirsang, baribir u ham bir boshqa olam ekanda. Faqat endi o'sha olamga kira olish kerak xolos. Ko'pchilik o'sha yoshlardagi o'zgacha fikrlash nimalarini uncha qabul qila olmaydi. Men nazarimda shu harakat qilib ko'rishimiz kerak, yoshlar tushunish kerak. O'zi
yoshlik doim ham haligi o'zini oson tan oldirolmaydi-da. Men hozir juda ko'p shoirlarni ijodini o'rganaman va maza qilaman o'qib. Ular haqida yozyapman, maqolalar yozyapman, mana gazetalarda chiqyapti, kitoblarimda bor. Men chin ko'ngildan yozilgan bo'lsa, modern bo'ladimi, g'azal bo'ladimi? O'zi aslida g'azalda ham juda katta modern bor-ku. Modern deymiz, o'sha yangilikda endi bu yangi nima? O'zgacharoq fikrlashda. Boshqalardan o'zgacha fikrlasang, bu yangi fikr bo'ladi-da. Jurnalist sifatida, shoir sifatida, umuman olganda ijodkor sifatida dastxatni shakllanishida nima muhim deb hisoblaysiz? Baribir tuyg'uda. O'sha sof tuyg'u. Publisistikada ham. Publisistikada ham. Hayajon, tuyg'u va dard. Jamiyatga foyda keltiradigan dardda. Va jamoatchilik o'qisa, o'quvchilar shuni qo'lga olganda shu seni so'zingni e'tirof qilsin-da. Shu sen yozib qo'ygan narsani o'qigan vaqtiga achinmasligi kerak-da. Mening nazarimda so'z sehri ham hammasi mana shu yerda mujassam bo'ladi-da. Ijodkor degan unvon demak odamlarga nimadir berish kerak-da qilgan narsasidan. Bo'lmasam uni kasbni ishidan nimasi farqi qolmaydi. Kasb endi bitta qolipni yasab oladi, shunga nima qilaveradi. Lekin ana shunda ham o'sha kasbni ishida ham baribir nimadir bor. Bu ijod mutlaqo boshqa narsa. Masalan, men kasbim bo'yicha boshqa bir sohani odamiman. Lekin bu yozayotgan narsalarim men bundan non topish uchun, bundan bola chaqa boqish uchun qilmayman bu ishni. Ko'ngil ishi. Shuning uchun men bu hunarimni ham deya olmayman. Shu meni hunarim ham deya olmayman. Shu meni kasbim ham deya olmayman. Bu kelib qolganda shuni yozaman. Ehtimol soat 4:30 kechasi 5 da kelar, 2 da kelar, kunduzi keladimi? Shu kelganda men yozaman va o'sha yozgan narsam avvalo o'zim hayajonlanishim kerak-da shu narsa. Masalan, ona haqida yozgan she'rlarimni qayta o'qib yig'laganman. Sen yashagan hovlilarga bora olmayman onajonda. Men necha marta o'qisam hali ham yig'layman shuni. Yozgan narsangdan o'zing ham o'sha zavq olishing kerak-da. Birovni yig'latish uchun o'zing ham o'sha iztirobga tushishing kerak-da. Ko'ngilli ishi degan fikrni aytib o'tdingizda, she'riyatni, umuman adabiyotni ko'ngilli ishiga aql qanchalik aralashadi? Ikkovi qaysidir ma'noda birlashishi kerak. Ikkovi bir-birini suyaydi. Endi aql bilan yozilmagan narsa qadr bo'lmasa kerak, baribir aql o'zini ishini qiladi. Ehtiros ham bo'lish kerak o'sha joyda. Bo'lmasam u ikkalasi yakkalanib qoladi, hech narsa bo'lmaydi-da. Men nazarimda bir-birini suyaydi bu. Hamohang emas. Ikkovi bir-biriga qanaqadir hamohang desak ham unchalik to'g'ri bo'lmas-ku, qanaqadir bir-biriga asqatadi-da bu nimalar. Endi bir xilga yozilgan narsalar g'ij-g'ij aqlda. Bu endi odamni qiynab tashlaydi. Mening nazarimda. Faqat aqllilik qilaversang ham endi kerak emas. Aql o'zi hammada ham nazarimda bor. Demak, faqat ehtirosni o'zi ham katta kuchga ega emas. Yo'q. Ehtirosni o'zi ham ehtirosli odamlar ko'p, lekin bu ijod emas-da. Ehtirosni o'zi baribir juda ko'p narsa qo'shilishi kerak-da bu yerda. Nafaqat ehtiros, aql, men bilmadim, endi haligi gapga borib taqalyapti. O'zi formulasi yo'qda, men nazarimda uni men hozir sizga nimasini aytib bera olmayman. Mana shuncha kitoblarni bugun muallifsizda. Bularga qarab faxrlanasiz, bularga qarab o'sha o'tgan umringizni qaysidir ma'noda sarhisob qilasizda. Agar yanglishmasam kerak, bu sizni orzularingiz desam. Albatta. So'ramoqchiman, mana shu orzularingizni birinchisi qo'lingizga tekkanda qanday hayajon bo'lgan? Birinchi kitob hayajonini eslaylik. Nechinchi yillar edi? Birinchi kitobim mana sarg'ayib ketgan kitob buni. G'uboringni yozgayman.
birinchi kitobimni chiqishiga shu do'stim shoir Muhammad Yusuf sababchi bo'lgan. Aytardi, Abdunabi sen yaxshi shoirsan, o'zing bilmaysan-da deyorardi. Endi ko'nglimni ko'tarib qo'yapti-da shu deb o'ylardim va kitob qilish, chiqarish, she'rlarimni kitob qilish uncha menga Xohish yuqori emas edi. xohisham bor edi. Bilasizmi, zo'r shoirlar ko'p edi-da. Bularda yangilik bo'lmaydi meni kitobim deb kitob qilishga jur'at qilmagan edim. Bir kuni kelib o'zi qo'lyozmani olib ketib G'afur G'ulom nashriyotining direktoriga o'zi ariza yozibdi meni nomimdan. Shu meni kitobimni, birinchi kitobimni chiqarib bersangiz degan mazmunda va o'sha ariza bilan qo'lingizdagi kitob chiqib qolgan. Endi hayajoni endi uni hozir ifoda qila olmayman. Men hozir ham hattoki har doim kichkina narsam chiqsa ham menga hayajonli, bu huzur bu. Birinchi kitobim mana shunaqa bo'lib chiqqanda onam yostig'ini tagiga qo'yib yotadilar. Vafot etib ketdilar. Ko'zlariga surtib yig'laganlari hozir yonimga chiqib ketdi. Shunaqa bo'lgan edi. Birinchi sizni qo'lingizda turgan kitobda onamiz ko'zlariga surtib nima qilganimda shunda o'ylagandim, shoir bo'lishim kerak ekan. Shoirlik shu darajada yuksak bir nima ekanda deb shunda his qildim. Ijodda qudratini. Onam shunaqa quvondiki, endi onamga shu quvonchni men beribman, demak men shundan keyin men shoir bo'lishga majbur bo'ldim. Muhammad Yusuf majbur qilganda ijodga olib kirganda kitob. Va nazarimda o'sha Muhammad Yusuf O'zbekiston xalq shoirining harakatlari menimcha besamar ketmaganda, bu kitobning ketida mana shuncha kitoblar bor-da. Aynan mana shu kitobdagi satrlarga, bu kitobdagi mana qolgan kitoblardagi satrlar qaysidir ma'noda ergashganda, domla. So'zimiz yakunida men sizdan yaxshi bir she'rni eshitmoqchiman. Baribir shoirdan she'r so'rasa, bu juda huzur. Men bajondir o'qiyman. Sevdo shu odam qancha yoshga borsa ham 80 yoshda ham baxt kerak. Men nazarimda muhabbat hamma yoshda go'zal va kerak odamga. Muhabbatsiz hayotning mazmuni, umrning mazmuni qolmaydigandek tuyulaveradi. Shu sevgi haqida she'r o'qisam maylimi? Mayli. Vaslingni chizaman hayo rangila, vaslingni chizaman hayo rangila, sog'inchning shaklida bo'lar bu surat, quvonch indiraman xiyol labingga, nigohingga ibo totli hissiyot, ko'zlaringda mehri kuladi, ishq ila bo'ylashib bo'ylaring o'sar, vujuding imanchiq sevgining yodi, labingda lovullar qirmiz bo'lsa, rasmingni chizaman hayo rangila, sochlaring ham unda uzun bo'ladi, kuydirgichli bo'lar yonoqlaring ham, rashklarim hajringda kuyib bo'ladi va ado bo'laman keyin o'zim ham. Shoirga keragi o'sha qaynoq va issiq satrlar bo'lsa kerak-da va o'shanga munosib bir e'tirof, ehtirom bo'lsa kerak. Tashrif uchun rahmat aytaman. Marhamat, sizda ham tilaklar, istaklar bo'lsa. Toshkent oqshomi ko'rsatuv baribir odamlar kutadigan, orzu qilib kutadigan ko'rsatuv. Shu ko'rsatuvda fayzi bundan ham go'zallashib boraversin. Men sizlarga, ko'rsatuvga, ijodkorlariga omad tilayman. Hammalarga yana bir baxt tilayman. Rahmat domla, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Xush kelibsiz yana bir bor. Xalqimizda ajoyib bir maqol bor. Yaxshi so'z jon ozig'i, yomon so'z bosh qozig'i.
Birovning boshiga qoziq bo'lib qoqilgandan ko'ra, yaxshi so'z u shirin muomala bilan yuraklarni zabt etgan ma'qul. Chunki hamisha shirin muomalani istaymiz. Agar yana maqollar bilan aytadigan bo'lsak, inson hamisha shirin so'zning gadosi. Toshkent oqshomlari ko'rsatuvi yana ko'rishamiz. Unga qadar omon bo'ling.